Man nevrolog Charos Bahadirovna. Sizlarga bugun bir bemorim haqida, ya'ni insultga chalingan bir bemorim tarixi haqida gapirib bermoqchiman va shunaqa maqsad oldimga qo'ydim. Bundan keyingi videolarda har bir bemorim haqida rubrika tayyorlamoqchiman. Agarda sizlarga qaysidir mavzu qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariylarda yozib qoldiringlar. O'tgan yili, 1 yil bo'ldi-da. O'tgan yili bir bemorim qabulimga keldilar. Ko'rganimda bularda ishemический insult o'tkazgan va bu bemorimizni juda ham ko'p lecheniyalar olganlar. Ya'ni menga ko'rsatyaptilar. Bu dorini oldim, u dorini oldim, mana bunaqalar qilishdi deyaptilar. Hech qanaqa natija bo'lmayapti. Va bu bemorni kuzatib gaplashganimda shunga amin bo'ldimki, bu bemor kerakli bo'lgan hamma dorilarni olganlar. Lekin men ko'p gapiradigan narsa bu insult reabilitatsiya. Eng achinarlisi, bu bemorda hech qanaqa reabilitatsiya chora-tadbirlari o'tkazilmagan va yana bir narsa, bu bemorga reabilitatsiya haqida tushuncha berishgan, tavsiya berishgan, lekin bu bemorimizni o'zlari shu narsani xohlamaganlar. Bemor keldilar, bemorni ko'rdim va bularga tushuntirdim. Sizga давайте shunaqa qilamiz dedim. Sizga hech qanaqa dori qilmaymiz, hech qanaqa kapelnitsa yozmayman, lekin bor kuchimizni reabilitatsiyaga qaratamiz dedim. Bo'ldi dedilar, kelishdilar. Shu bilan birinchi kundan lecheniyani boshladik. Bularni biz birinchi qilgan ishimiz LFK, ya'ni davolash mashqxonasiga jo'natdim. Bular bilan individualni bizani o'sha nimalarimiz, LFK xodimlarimiz ishlashni boshlashdi o'zlari bilan alohida. Bularda o'ng tomonlama harakat cheklangan edi. Bundan tashqari TMS stimulyatsiya qo'ydik, igloterapiya qo'ydik, ergoterapiya xonasiga biriktirdik. Ko'pgina reabilitatsiya muolajalari tavsiya qilindi. Va bu bemorimizni shu 5-kuni shu xonam oldida, mani xonam oldida lestnitsa zina bor bu yerda. 5-kuni eshigimni ochyaptilar. Charos Bahadirovna, sizga katta rahmat. Bu narsalarni oldinroq qilsam bo'lar ekan, deyaptilar. Ha, nima bo'ldi desam, tez xonangizdan chiqing dedilar. Shu bilan xonadan chiqsam, bemor o'zi mustaqil zinadan ko'tarilishni boshladi. Hech kimning yordamisiz. Vaholanki kelgan kunlari bularda oldilarida qaruvchi ham bor edi. Nima demoqchiman, bemor shunaqa ham xursand bo'ldilar, shunaqa ham xursand, men уже 5-kunda o'zim mustaqil zinadan ko'tarilishni boshladim deyaptilar. Nima demoqchiman bu gapim bilan, bu narsa bu bemor uchun juda katta natija hisoblanadi. Ya'ni o'sha oddiygina bir reabilitatsiya muolajalari to'g'ri tavsiya qilinganda va to'g'ri olib borilganda natija yana ham tezroq bo'ladi. Bu bemorimiz bizga 6 oy o'tib yana murojaat qilib keldilar. Mana bugun davolanishini 7-kuni. Bu bemor hozirgina obxodda shunaqa gap aytyaptilar. Charos Bahadirovna, men kelganimda menga shunaqa ham sodda, dehqoncha qilib tushuntiruvdingiz va shu aytganlaringizni hammasini qildim. Uyda tinimsiz ishladim. Men hattoki ularni o'sha yo'naltiruvdim yashash joyidagi poliklinikalarga chiqib ham, tam ambulatoriya reabilitatsiyada qatnashishingiz mumkin yashash joyida. То есть to'xtang. Ularga tushuntirgandik, o'sha yashash joyida har bitta rayonda ambulatoriya reabilitatsiya tashkil qilingan. O'sha yerga chiqib ham har kuni ishlashingiz mumkin degandim. Bu bemorimiz o'sha yoqqa chiqqanlar 6 oy davomida ham tinmasdan o'sha yerda o'zlariga kerakli bo'lgan mashqlarni bajarganlar va juda ham yaxshi rezultat bilan keldilar. Nimaga bu gaplarni aytyapman? Bu bemorimiz bugun kelganlarida ko'zlari yonib turibdi. Chunki nima deydi, bir inson hayotda yana bir marta o'z o'rnini topdi. Bemorimiz o'sha hayotda o'z o'rnini topdi, ishga tushib ketdi. Ya'ni bularga o'sha nogironlik guruhi ham kerak emas o'sha. O'zlarini o'zlari eplaydilar, o'zlariga o'zlari xizmat qiladilar. Bu bir bemor uchun juda ham katta natija hisoblanadi. Agarda sizda, siz yaqinlaringizda ham insultga chalingan bemorlar bo'lsa va insultdagi asoratlar qiynayotgan bo'lsa, albatta reabilitologga murojaat qilishingiz kerak. Chunki mana juda ham ko'p davlatlarga chiqib keldik, ko'ryapmiz, butun dunyoda bir xil. Insultdan keyin erta reabilitatsiya boshlash bu juda ham muhim. Qancha erta reabilitatsiyani boshlasangiz, shunchalik bemorlarimizni tezroq oyoqqa turib ketishlari osonroq kechadi. Agarda sizlarga insult bo'yicha qanaqadir savollar qiziqtirayotgan bo'lsa, insult reabilitatsiyasi haqida savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariylarda yozib qoldiringlar, javob berishga harakat qilamiz.